Assalomu alaykum. Pazanduz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yoshligimizdagi unutilmas shirinliklardan biri bo'lgan bananli pechenye tayyorlaymiz. Buning uchun eng avval 3 ta tuxumni oqini sarig'idan ehtiyotkorlik bilan ajratamiz va tuxum oqini xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xamiriga esa 400 gram elangan unga 200 gram sariyog' yoki yog'li margarin solib uqalab kroshka tayyorlab olamiz. Mana endi bunga 100 gram qaymoq solamiz. Men slivki soldim. O'rniga yog'li smetana quysanglar ham bo'ladi. 3 ta tuxum sarig'i va 1 choy qoshiq to'la razrihli tuz solib, avval suyuq massani aralashtirib olamiz. So'ng hammasini yaxshilab aralashtirib, o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz. Mana endi xamirni selofanga o'rab, xolodilnikka 1 soatga qo'yib turamiz. Xolodilnikda 1 soat dam olgan xamirni yong'oqdan salgina kattaroq zuvalalarga bo'lib chiqamiz. Mana endi nachinkasi uchun 1 stakan yong'oqni blenderda yoki selofanga solib, juvada ezib, yaxshilab maydalab olamiz. Olib qo'ygan 3 ta tuxum oqiga esa 1 choy qoshiq limon suvi yoki 1 chimdim limon kislotasi, 1 chimdim tuz solib, mikserda ko'pirtirishni boshlaymiz. Tuxum oqi oppoq bo'lib ko'pirgandan so'ng 150 gram shakar solib, yana ozginadan solib mikserda ko'pirtirishda davom etamiz. Idishdan tushmaydigan darajada qattiq bezya holiga kelishi kerak. Mana endi bezyani konditor qopchasiga yoki selofanga solib olamiz. Tingan zuvalalarni esa oval shaklida yoyib chiqamiz. O'rtasiga tayyor bezyadan quyib, maydalangan yong'oq sepamiz va banan shaklida pechenye tugib olamiz. Chetlarini yaxshilab berkitishga harakat qilinglar. Pechenyelarni duxovka listiga terib, qizigan duxovkada 170 gradusda 20 minut davomida salgina qizargunicha pishirib olamiz. Bezyalari borligi uchun birozgina yoriladi xamirlar. Olovni baland qilib yuborganim uchun biroz yorildi. Pastroq olovda pishirsanglar yorilmaydi. Mana endi pechenyelar soviganidan so'ng ustiga varenniy sgushonka surtamiz va maydalangan yong'og'imizdan sepib qo'yamiz. Aslida men ustiga shakar upasi separdim, lekin sgushonka surtib yong'oq sepilsa yana ham mazali bo'lar ekan. Pechenyelarimiz tayyor bo'ldi. Yoshligimizda onajonlarimiz juda ham ko'p tayyorlab berardi banan pechenyesidan. Oz yillarda erib ketadigan pechenye bo'ladi. Bayram dasturxoniga ham albatta tayyorlab ko'ring. Endi esa yoqimli ishtaha tilab, keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlashamiz.